Kecha qasringizni oldidan o'tayotsam, devordan tashqariga osilib turgan daraxt shoxidan bitta olma uzib oldim. Bitta olma uzib oldim? Ha, qornim juda och edi. Yonimda hech narsam ham yo'q edi. Xo'sh, oldimga nega kelding? Aybimni tan olib, sizdan kechirim so'rash uchun keldim. Gunohimni kechiring. Bo'lmasa, Allohning oldidan nima deyman? Hamma narsaga roziman. Kechirsangiz bo'ldi dedingmi? Shunday deding-a? Ha, nima desangiz ham mayli. Meni yolg'iz qizim bor. O'sha qizimga uylanasan. Qizimga uylanasanmi, yo'qmi? Yo qiyomat kuni Allohning oldiga mana shu gunoh bilan borasanmi? Mayli, roziman, uylanaman. Qizim ko'r, kar, soqov, bir joyda o'tiradi, o'zi yura olmaydi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom va rahmatulloh. Iya, siz gapiryapsiz-ku. Nega buncha hayron bo'lyapsiz? Otangiz menga sizni ko'zi ojiz degan edi. Bu faqat halolga qaraydi deganlari. Sizni kar ham degandi. Ha, men g'iybatni, yomon gapni eshitmayman. Sizni soqov degandi-ku. Faqat Alloh rozi bo'ladigan so'zlarni gapiraman. Otangiz sizni yura olmaydi degandi. Faqat halol yo'lda yuraman. Ya Alloh. Subhan